Noyabr oyi mustaqil, rashkchi, romantik va sirli insonlar oyi hisoblanadi. Sevgida sadoqatli va juda ham e'tiborli insonlardir. Do'stlikda sodiq, mehribon, sir saqlay oladilar. Ammo raqobatda undan o'tish qiyin. Chunki harakatchan, o'z ishini mahorat bilan bajaradigan insonlar hisoblanadi. Dushman bo'lsangiz, oxirigacha kurashadilar. Xatolarni kechirishlari murakkab, sovuqqon ko'rinishlari mumkin. Ammo yuragida o't, olov yashiringan bo'ladi. Insonlardagi o'zgarishni tez payqay oladilar. Hayotida pul asosan rol o'ynaydi va xiyonatga duch keladilar. To'g'ri so'z va zehnli, murakkab inson bo'lganligi uchun ham ikkiyuzlamachilikni yoqtirmaydilar. Noyabr oyi qattiqqo'l, harakatchan, o'tkir zehnli, kuchli, irodali va kuch-g'ayrat sohibi oyi hisoblanadi. Noyabr oyida tug'ilgan yaqiningizga jo'natib qo'ying.